Mana qadrdonlar, Guliston shahriga ham yetib keldim. Jizzax viloyati Zomin tumani. Hamma probkada turibdi. Mana baranlarni qaranglar. Yana bitta. Mana bundan ham bittasi soldi. Mana o'zini hurmatini qilib turishibdi mana. Kechdi qaranglar. Bular qachon odam bo'larkin? Shunaqangi baran sifat odamlar qachon o'nilarkin? Men bularni dala hayvonlari deyman bunaqalar. Dala hayvonlarida o'zini hurmat qilmagan odam shu. O'ziga ham hurmat qilamadi. Mana o'zini hurmatini bilib turibdi. Shuni eshitasiz turibdi orqada. Haydovchining madaniyatida bu. Bizda juda ko'p joyda, nafaqat bu tomon, o'zimizda ham bor madaniyatsiz haydovchilar. Changitib o'tishadi lessodi kunida. Kimdir konditsioner ishlaydi, kimdir ishlamaydi. Hozir mana o'shalar borib oldiga tiqilyapti-da, ifloslar. Dadajon qo'yib yuboring deb paparot yoqib olib turishadi, kallani tiqib. Bu baranlar borib bu yerdan qo'shilyapti oldiga, mana biz yura olmayapmiz-da, orqani qaranglar. Mollar qachon o'g'nalarkin bunaqangi haydovchilar. Mana ketishdi qaranglar. Endi eshak nima qilib kelsin senlar. Mana signal chalish boshlandi, pop tiqilyapti oraga. Bebaham kelishdi qaranglar. Dala hayvonlari bilan. Quloqlar mana shunaqa joylarda ishlasang ham bo'lmaymi? Prezlar oldida. Zo'r pul topasizlar-da. Bo'lmasa meni videolarimni olib, kesib jarimaga tortinglar bunaqalar. Dabro. Bunaqangi iflos haydovchilar jarima to'lab ko'z ochiladi. Bunaqaga ochilmaydi bular. Bunga prava bergan ustozi ham mol bo'lganda, shu mol o'rgatmagan. Pulini olgan bo'ldi, pravani bergan. Bir Rossiyani furasi kelgan, o'shanda ham bir sharmanda qilishgan. Bu atrofiga terilib olib, tiqilib dalna bo'yishib kelganda. Bu ham sharmanda qilib chiqarib yuborgan ijtimoiy tarmoqqa o'zini blog.
qadrdonlar, Jizzaxga ham yetib keldim. Hozir shu Abxatnoyga ko'tarilib kafe bor edi. Shu yerda ovqatlanaman. Keyin yana yo'lda davom etaman. To'g'ri, Gulzovoy zaprashon. Endi mana bu yerdan razvorot qilaman. Yangi hayot degan joyga o'taman. Uz avtoyo'l, uz. Na reklamalar qilgancha yo'lda o'ynaylar. Ba'zi bir joylarda. To'xta endi yuraverma. Ana shu. Va nima qilyapti endi? Aeroport yo'lida yurganda yuribdi-yu, bratan. His qilgan yo Gulzovoy kelgan. Gulzovoy стоянка. Kafe. Metanam bor ekan bu yerda. Kafega kirish joyini sal tekkizam qilib qo'yishmabdi. Shu o'rtaga sig'armikin? Shunda sig'maydi. Tomondachi. Joy bormikin? Bor ekan. Kamerani yaxshi joyga qo'yibdi lekin. Mana. Bir
birodar avtomashinani yana ko'zdan kechirib, so'ngra kafega. Mendan havo chiqyaptimi desam, bundan ekan. Menda o'techka yo'q dedimi? Kafega ketdik endi. Короче, kafeda ovqatlanib bo'ldim, endi yo'lga chiqsam ham bo'ladi. Choynak. Chiroyli yasab qo'yishgan. Meni yana yo'lga chiqsam bo'ladi. Yana yo'l davomida didorlashamiz. Men esa dal shu yo'lda davom etaman. Yana avtomashina yurgan yo'q. Uspet qilinmadi. Yoki Qozog'istonda yoki Rossiyada yana yurtiraman. Mana Jizzaxda metanda hech kim yo'q. Mashaqdan kelib zapravka qilinglar. Mana bunaqa ahmoq hamkasblarning orqasida mana probka bo'lyapti. Yo bu yoqdan o'tib yoki bu yoqdan. Yuking og'ir ekan, tortalmayapti mashinang. Tek bu palasada yurur. Nima keragi borki, shuncha odamni o'ra qilib mana. Dakansa ketyapti, shu holatda mana sarson qilib. Hozir bu yoqdan o'taman desam, oldida Isuzu bor. Bu eshak nimaga qochmayapti ekan? Yo'ldan o'tib bo'lmaydi orada. Kavlanib ham yotibdi. Isuzu bor oldida. Kanaldamisiz 01 partiya? Shunaqalarda shu yozib chizib tashlash kerak shu. Qani quloqlar ishlanglar endi. Ahvolni qaranglar, ketishini. Pinagini ham buzgan yo'q. Piddir bilan. Narsaga hayron qolasan. Yuking og'ir ekan. Zo'rg'a ketyapsan. Ha, o'tib o'ng tomonga shuncha odamni sarson qilmasin. Hurmatli quloqlar, bosinglar gazini. Men davro berdim mana shu videomdan 40 boylar shu shopirdi. Qayta bunaqangi po'q yemadigan qilib qo'ydi. Ahmoqlik-da bu. Mana shunaqa ahmoqlar qasdan keyin margat qilib kelishadi, signal chopib kelishadi. Nima yomon, keyin yengil mashina yomon bo'lib qoladi. Haydovchilar.
o'zini bilib oldida ham mana turklarda mashinasi tentovkalar ketyapti. Mana bu yoqda ham nima keragi bor bu yoq minib olib местныйda yuradigan mashina bu. Ratsiyasi ham yo'q. Chetga chiqadigan mashinani o'ldi deganda menga o'xshab uzoq damaydigan ratsiyasi bo'lishi kerak. Probka boshlandi-yu, Jizzax Perivaldan. Pastga qarab tushish, Samarqand yo'nalish. Remont bo'lyaptimi deyman-da yo'q. Chunki yuqorini ham o'yib tashlashgan edi. Bittimi, barallar hamma joyda bor. Shuncha odam mana po'yib turibdimi ketishlarni. Borib unga tiqiladi oldiga. Bag'diylar yurmay turaveradi. Mol kallalar. Qolasan o'sha yerda bardurga tiqildi mana. Mana maktabdasi. Tepani shunday oldinga kelib olib, yalinib turishadi-da bular. Qo'shil endi. Endi rahmat aytasan-da, chiqib qo'yganing. Samarqandga ham yetib keldim. Mana har doim ovqatlanadigan joyim shu yerda. O, joy ham bor ekan mana. Shundoqqina joylab turib ovqatlanib chiqsam. Yana noxo'sh. Mana qadrdonlar ovqatlanib oldim, endi Buxoroga qarab yo'l oldim Samarqanddan. Quyosh ham rosa lobdan chiqyapti. Davay burul. Samarqand shahri. Ha, bu yerda ham metan o'chirtku. Ama Jizzaxda bemalol bayroqchalarni ko'tarib chaqiryapti meting. Voy, bularga qachon navbat tegadi? Metanda yurmay men o'lay deyap turgandir. Samarqanddan Buxoroga qarab yurishda bolalar bor ekan. Toychoqda hozir bitta yudirib olsam. Rossiyada yudiraman dedim, qarasam ahvol chataq, yaxshimi edi, bolalar bemalol ekan. Yurdirib Buxoroga qarab dal shu yo'lda davom etaman. Toychoqda chiroyli qilib urishyapti yigitlar. Yap. Mashina kar bo'lib yursa qandaydir og'ir tuyuladi. Men o'shancha vaqtida yudirib olishga. Mana qadrdonlar moyka ham bo'ldi. Endi yana Buxoro yo'liga qarab
tushiraman. Yo'llarimiz ravon. 130 ketyapman aka. Juda katta tezlikda Buxoroga qarab. Shularga rahmat. Kunda qatnaydigan taksistlar. Shu yerda yashab turganlar. Mana qadrdonlar Navoiy viloyatiga ham yetib keldi. Postdan o'taman hozir. Shu bilan yana yo'lda davom etiladi. Rosa uyqu eltib qoldi. Tifalchamga choy qo'yib, kofe tayyorlab o'tirsam, gay xodimlari keldi. Assalomu alaykum. Bo'ldi hozir siljitaman. Qara, oldinga joy boraylik. Bir 300 metrdan o'ngga kiradigan joy bor. Xo'p bo'ladi, rahmat. Orqasiga ketirib urmasi birortasi. Xo'p bo'ladi. Malades, mana bizda gay xodimlarning muomala madaniyati gap yo'q. Chunki men bu yerda karman borligini bilmayman. Mana kelib ogohlantirib aytishdi va men karmanga qarab yo'l oldim. Hiç yurganimda karman bor ekan. Ko'rmaganman-ku bu yerda. Malades gay xodimlari. Buxoro viloyatiga mana yetib keldim. Buxoro viloyati. Chiroqlar bilan va tunda boshqacha bo'ladi. Hamma shahar ham shunaqa. Qaysi tomonda ekan bu jonivor aytgan joyi? Mana shu ekan stoyankasi. Короче, bu yerda ham joy bor ekan, lekin stoyanka. Ha, ona. Furalar bor degan joy. Şu yerda dam oladi.
bomba ya. Kabina orqasi to'la. Tong ham otdi mana. Bu ichkarida qanaqa terminal bor shekilli. Shu yoqqa kiraman, hech kim qolmabdi. O'zim qolibman yo'lda. Uyqudan turib.